Judayam orzu qilardi akademiyaga kirishga. Institut bitirsam ham akademiyaga kiraman, akademiyani bitiraman. O'rtog'im Botirga ikkalamiz bizni Xudo xolasa yaxshi hayot kechiramiz, yaxshi vatanparvar bo'lamiz derdi. Maktab davrida o'zini axloq odobi bilan ko'ringan, adolatli xislatlar bilan ko'ringan va eng kerakligi u maktabda yigitlarning tashkilotchisi edi. Do'stim juda mard yigit edi. Juda mard yigit edi. Adolatsizlikni yomon ko'rardi. Xushchaqchaq, jismonan baquvvat, yurtini sevadigan, ota-onasini hurmat qiladigan yigit edi. Janjal to'polon bo'lib qoladigan holatlarda o'zini tezda ishga kirib, tinchitish choralarini ko'rardi. Endi u do'stimiz haqiqiy bir men hurmat qiladigan, yaxshi ko'radigan nimalari oq ko'ngil, samimiy bola edi. Vatanparvar, nohaqchiliklarga bir chidab turolmaydigan. 20-kunlar juda qattiq qor yoqqan. Beshalamiz bolalar xato qolib ketganda, ularni olib ketishga bormoqchi bo'lganmiz. Oziq-ovqat yetkazishimiz kerak bo'lgan. Yo'lga ketayotgan paytimizda o'shalar qaytib ketgan ekan. Hamma joy qor. Birinchi kun shtab bo'lgan joy bor, katta keyinroq joy. Shtabga tushib boryapmiz, pastga qarab, oldinga qarab qayga degilimicha yugurib o'tgandan keyin chiqib ketib chiqdi granatani. Portlagan. Orqaga Vitaliy bo'lgan. Keyin bekimizdan keyin pastga tashlab o'rgan. Xullas o'rtaga qolib ketganmiz, otishma boshlanib ketdi degan. Dachalarga bilsangiz, setkali temirlar qo'yiladi-ku. Temirga tegib, menga tekkan, cherozirkashit. Unga travma tekkan. Do'stim men uchun meni qalbimda mangu yashaydi. Doim meni qalbimda. Agar vaqtni orqaga qaytarganda, mendan so'raganda, harbiy bo'lamanmi deganda, ha, roziman derdim. Men bolamdan faxrlanaman. Leytenant Rahimjon To'laganov 1975-1999-yillar. 1975-yil 21-may kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. 1992-yil Mirobod tumanidagi 154-o'rta maktabda, 1997-yil Toshkent avtomobil va yo'llar institutini tamomlagan. Ichki ishlar vazirligi korrupsiya, harakat va terrorizmga qarshi kurashish boshqarmasi maxsus topshiriqlarni bajaruvchi otryadi tezkor vakili lavozimida xizmat qilgan. 1999-yil 15-noyabr kuni Toshkent viloyatining tog'li hududlaridan yurtimizga suqilib kirib, u yerdagi dala hovlilarda berkinib olgan bir guruh terrorchilarni aniqlab, zararsizlantirishda leytenant Rahimjon To'laganov ham o'z guruhi bilan ishtirok etgan. U o'ziga biriktirilgan hududni sinchiklab tekshirib chiqayotganida terrorchi tomonidan granata uloqtirilishi oqibatida mardlarcha halok bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1999-yil 1-dekabrdagi farmoniga muvofiq vafotidan so'ng jasorat medali bilan mukofotlangan. Mustaqillik fidoyilari, jasorat bilan yozilgan mustaqillik tarixi.